hech qachon o'zingizni qurbon qilmang. Arzimas narsalar uchun, arzimagan insonlar uchun ayniqsa. Mol dunyo uchun o'zingizni qurbon qiladigan bo'lsangiz, bir kun kelib qolib ketadi. Qolib keta olmaysiz. İnsanlar uchun bo'ladigan bo'lsa, tez unutilasiz. Qadringizni yerga urishadi. Siz qancha mehribon bo'lsangiz, u insonlarga qancha yaxshi bo'lsangiz, u insonlar sizdan shunchalik tez zerikishadi. Yaxshiliklaringiz juda ham tez unutilib ketadi. İnson zoti shunaqa, unutuvchan. Ming yaxshilik qiling, xato qilishingizni poylashadi agar zerikishgan bo'lsa. Arzimas xato sabab sizdan voz kechishadi. Shunaqa.